Hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Musofirda yurgan aka-ukalar, obunachilar, xudo xohlasa yana bir o'ziga xos fasondagi, juda ham bir chiroyli dizayndagi darvoza bo'yicha murojaat qilyapti turgan juda ko'p yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan shu 2024-yil, 2025-yil trendga chiqib turgan darvozamizdan navbatdagisini Samarqand viloyati Pastorg'om tumani olib kelib chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Akamiz o'zlari musofir yurtda yurishib, bizni kanalimizni ko'rishib, muntazam ravishda kuzatishib, o'zlariga yoqqan darvozadan, albatta darvozalar katalogimizdan tanlashib zakaz qilishganda, xudo xohlasa joylariga mana chiroyli qilib olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Hurmatli yurtdoshlar, albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamiz qanaqangi materiallarda yasaldi, kvadrat metrini nech puldan yasab olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Va albatta videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, shunaqangi sifatli temir darvozalar qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, darvozamiz eni 392, bo'yiga 385 razmerda bo'ldi. Darvozamiz ikkilik listda, bir qavatlik rushnoy rabota darvozamiz. Darvozamiz bor bo'yiga, bor eniga ochiladigan bo'ldi. Asosiy endi stoyka qismlari 10lik shiviller, qalin shivillerdan qo'yganmiz. Qovurg'a profillari 6ga 4lik, 1.7lik stenali. Albatta darvoza baquvvat turishida katta ahamiyatga ega narsa. Ichi tashini 1.7 dan foydalanganmiz. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, albatta gruntovkalar sepilib, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Va mana shu kofka gullarini tillarang svetga bo'yab, piramidacha gullarini ham shu tillarang svetga bo'yab, chiroyli holatda qilib ishlab berganmiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz dastavka ustanovkasi ichida 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan olib kelib o'rnashtirib berdik. Bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, istalgan turdagi temir darvozalarni yasab olib borib, zakaz qilingan manzilga ustanovkalarini qilib beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.